Assalomu alaykum aziz muxlis. Zelenskiy: Rossiya Xitoy sun'iy yo'ldoshlari ma'lumotidan foydalangan bo'ladi. Ukraina prezidenti mamlakat hududini Xitoy sun'iy yo'ldoshlari tasvirga olishi bilan Rossiya zarbalari o'rtasida o'zaro bog'liqlik borligi haqida xabar qildi. Kiyev bu ma'lumotlarni ittifoqchilar bilan muhokama qilish niyatida. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Ukraina energetika obyektlariga zarba berish uchun Xitoy kompaniyalari taqdim etayotgan sun'iy yo'ldoshlari suratlaridan foydalangan bo'lishi mumkinligini bildirib o'tdi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Ukraina tomoni Xitoy sun'iy yo'ldoshlarining Ukraina hududini tasvirga olish bilan ortidan Rossiyaning Ukraina energetika obyektlariga qilgan hujumlari o'rtasida mos tushishini qayd etdi. U Ukraina tashqi ishlar razvedka xizmati rahbari Oleg Ivashenko bilan uchrashuvdan so'ng olingan ma'lumotlarga tayangan holda Rossiya bilan Xitoydagi tuzilmalar o'rtasida aloqalar kuchaygani, ular esa kosmik razvedka ma'lumotlarini taqdim etish mumkinligi haqida xabar berdi. Ukraina prezidenti Kiyev bu masalani ittifoqchilar bilan muhokama qilishni rejalashtirayotganini aytdi va bunday harakatlar qariyb 4 yildan beri davom etayotganini, urushni tugatish bo'yicha diplomatik sa'y-harakatlardan izdan chiqarishini ta'kidlab o'tdi. Shu bilan birga u Ukraina hukumati Xitoy rahbariyati ehtimoliy tarzda Xitoy kompaniyalari tomonidan sun'iy yo'ldoshlar axborotini uzatishda ishtirok etish haqidagi xabardormi yo'qmi, bu borada ma'lumot bor-yo'qligini aniq aytmadi. O'tgan hafta Ukraina tashqi ishlar vaziri birinchi o'rinbosari Sergey Kislitsa Pekinda Xitoy tashqi ishlar vaziri yordamchisi Liu Bin bilan maslahatlashuvlar o'tkazdi. Muzokaralar davomida urush mavzusi ham muhokama qilingan.